Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Xolbekov Abdusattor Muhammadov. Bugungi mavzumiz Microsoft Word dasturida matnlar bilan ishlash. Bu mavzumiz quyidagi rejalardan iborat. Word matn muharrir imkoniyatlari bilan tanishish, Word matn muharrir interfeysi, matn terish va tahrirlashda asosiy tugmachalarning vazifalari, matn abzas va satrlarni belgilashning tezkor vazifalari. Uzoq yillar davomida insoniyatga quyidagi axborot texnologiyalari xizmat qilib kelgan. Ya'ni bular mexanik harf terish mashinalari, avtoruchkalar, qo'lyozmalar, oddiy xatjit va xatlar. Bu axborot texnologiyalari hozirda o'tmishda qolib ketmoqda. Microsoft Word matn muharrir tizimiga quyidagilar kiradi. Ya'ni bular bloknot, WordPad va Microsoft Word dasturi. Bu o'z navbatida Microsoft Word tizimiga kiradi. Microsoft Word matn muharririda dastlab 1992-yilda yaratilgan ilova dastlab quyidagi 4 ta ilovadan iborat. Bular Word, Excel, PowerPoint va Mail. 2020-yilda esa ular ro'yxati ko'payib, yana quyidagilar qo'shildi. Word, ular Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, InfoPad, Skype4, Outlook va OneDrive. Hozirda bu Office paketlari qatoriga ko'plab boshqa dasturlar qo'shilmoqda va takomillashib bormoqda. Microsoft Word matn muharrir protsessori. Ya'ni Microsoft Word matn protsessori odatda rasmiy hujjat bo'lib hisoblanadi. Matn protsessorlari yordamida tayyorlangan matn hujjat deb nomlanadi. Microsoft Word matn muharrir imkoniyatlari quyidagilardan iborat. Ya'ni matn terish, matnga rasm qo'yish, matnga rang berish, shrift almashtirish, matnni har xil bichimlarda saqlash, matnni sahifalash, katta hajmdagi matnlar ichidan qidirish, o'rniga qo'yish, almashtirish, matnni qirqib olish, o'rniga qo'yish, matnni ko'chirish, matnni printer yordamida chop etish, matnni ortografik xatolarga tekshirish. Microsoft Word matn muharrir ishga tushishining quyidagi usullari mavjud. Ya'ni bular masalalar panelida joylashgan pust tugmachasini bosamiz yoki Windows mulkdagi buyruq ochilsa, biz programma buyrug'idan tanlaymiz. Ikkinchi usuli ish stolidagi Word ikonkani tanlaymiz va natijada Microsoft Word matn muharrir interfeysi ochiladi. Uchinchi usuli esa ish stolidagi masalalar paneldagi Microsoft Word piktogrammasini tanlaymiz. Natijada Microsoft Word interfeysi namoyon bo'ladi. Microsoft Word dasturi ishga tushirilganda quyidagi ilovalar hosil bo'ladi. Birinchi, ilovalar oynasi va hujjatlar oynasi paydo bo'ladi. Microsoft Word dastur interfeysi quyidagi qismlardan tuzilgan. Ya'ni bunda sarlavha satri, ikkinchi tezkor murojaat etish paneli, menyu bo'limida lenta deb nomlanadigan panel, formatlash uskunalar paneli. Microsoft Word matn muharrir ishga tushgandan so'ng quyidagi ishchi maydon hosil bo'ladi. Bu ishchi maydon qog'ozning toza saqlanadigan qismi va bu yerga biz barcha matnlarni yozishni boshlaymiz. Microsoft Word matn muharrir bilan bajariladigan asosiy menyu bu fayl menyusi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu fayl menyusida quyidagi buyruqlar mavjud. Bulardan sozlat, yangi hujjat hosil qilish, открыть, oldindan saqlangan hujjatni ochish, сохранить как, hujjatga nom berib saqlash, сохранить как Adobe PDF, hujjatni PDF formatda saqlash, pechat, hujjatni chop etish va zakrit, Microsoft Word hujjatini yopish. Microsoft Word matn muharrirda ishchi sohaning yana quyidagi qismlari mavjud. Bunda asosiy menyu Gallery menyusida quyidagi funksiya amallar bajarish mumkin. Endi Microsoft Word matn muharrirda hujjat tayyorlayotganda asosan biz hurmatli tinglovchilar Gallery ya'ni bosh menyudan foydalanib barcha matn terish jarayonida ishlarni amalga oshiramiz. Matnni yangi hujjat yaratish uchun demak fayl menyusining sozlat buyrug'ini tanlaymiz.
Microsoft Word matn muharrida hujjatni tahrir qilish deganda biz yangi hujjat yaratish va oldindan saqlangan hujjatga o'zgartirishlar kiritish jarayonini tushunamiz. Microsoft Word matn muharrida hujjatni o'chirish uchun quyidagi buyruqdan foydalanamiz. Ya'ni bunda delete yoki backspace. Microsoft Word muharrida hujjatni qirqib olishda esa reset buyrug'idan foydalanamiz. Microsoft Word matn muharrida hujjatdan nusxa olishda copyright, ya'ni hujjatdan nusxa olish vazifasini bajaradi. Microsoft Word muharriri ishga tushganda dastlab ishchi maydonda kursor deb ataluvchi vertikal yonib turuvchi kursor paydo bo'ladi. Bu kursor matnning qayerdan boshlanish joyini bildirib turadi. Microsoft Word matn muharrida matn terish va tahrir qilishda quyidagi asosiy tugmachalardan foydalanamiz. Ya'ni bular Enter, ya'ni yangi satrga o'tish buyrug'i, Shift barcha harflarni bosh harfga o'tkazish, Ctrl bu Ctrl tugmachasi boshqa buyruqlar tugmacha bilan birga bajariladi va amal bajaradi. Masalan, Ctrl A tugmachasini bossak, hujjatdagi barcha matnlar belgilanadi. Ctrl H tugmachasini bossak, matnni qirqib oladi. Alt tugmachasi ham boshqa tugmachalar bilan birgalikda ishlatiladi va amallar bajaradi. Backspace tugmachasi esa Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni o'chirishga xizmat qiladi. Del tugmachasi esa matnda kursordan o'ngdagi belgilarni o'chirishga xizmat qiladi. Microsoft Word matn muharrida kursorni tugmachalar yordamida boshqarish tugmachalari, ya'ni quyidagilardan iborat. Bitta yuqoriga qaragan strelka tugmacha bir satr yuqoriga vazifani bajaradi. Pastga qaragan strelka tugmacha esa bitta satr pastga vazifani bajaradi. Bitta o'ngga qaragan strelka esa bitta belgi o'ngga siljish vazifasini bajaradi. Chapga qaragan strelka esa bir belgi chapga siljish vazifasini bajaradi. Microsoft Word dasturida, ya'ni bundan tashqari Ctrl va plus o'ng tugmachali strelkani bossak, bu yerda bitta so'z o'ngga, Ctrl plus chap strelkani bossak, bitta so'z chapga vazifasini bajaradi. Ya'ni bunda Microsoft Word dasturida Ctrl plus yuqoriga qaragan strelkani bossak, oldingi abzatsga boshiga o'tishni bajaradi. Ctrl plus pastga qaragan strelkani bossak, keyingi abzats boshiga o'tish tugmacha vazifasini bajaradi. Microsoft Word dasturida yana bundan tashqari Home tugmachasi bosilsa satr boshiga, End tugmachasi bosilsa satr oxiriga, Page Up tugmachasi bosilsa bitta ekran yuqoriga, Page Down tugmachasi bosilsa bitta ekran pastga vazifasini bajaradi. Ctrl plus Home tugmachasi bosilsa satr boshiga, Ctrl plus Page tugmachasi bosilsa bitta sahifa oxiriga vazifani bajaradi. Microsoft Word dasturida abzas va satrlarni belgilashning quyidagi buyruqlari mavjud. Ya'ni bunda sichqonchaning chap tugmachasi bosilsa matnda demak kursor paydo bo'ladi. Ya'ni bunda belgilangan joyda kursor paydo bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmachasini 2 marta bosilsa, ya'ni bitta so'z belgilanadi. Sichqonchaning chap tugmachasini 3 marta bosilsa, abzas belgilanadi. Sichqonchaning o'ng tugmachasi bosilsa, context menu chiqariladi. Ya'ni Ctrl plus A tugmachasi bosilsa, hujjatdagi barcha matnlar belgilanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzu shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.